Assalomu alaykum. Mana men Samarqanddan keldim. Juda ko'p joylarda davolandim. Lekin bu yerdagi davolanish, bu yerdagi ular menga bilmadim. Men kelganimda o'zim tasavvur ham qila olmasdim. O'zimni yaxshi tutib ola olmas edim. Hastada zo'rg'a kelgandim. Mana shu o'g'illim, qizlarim, mana shu yerdagi vrachlar hammasiga chin dildan minnatdorchilik bildiraman. Rahmat. Shunday yaxshi vaqtida, o'z vaqtida, bundan tashqari yangi men boshqa joylarda ko'rmagan nima deydi? Apparatlarni mana shu yerda ko'rib judayam bir boshqacha bo'ldimda. Haqiqatdan men rostini aytsam, men umidimni uzgandim. Endi yurolmasam kerak deb o'ylagandim. Afsuski mana shu yerga kelib xuddi hayotga boshqatdan kelganday bo'ldim. Rahmat aynan sizlarga ham. Mana shu qizlarimga, o'g'limga, mana shu yerdagi hammasiga judayam xizmati judayam yaxshi ekan. Muomalalari ham yaxshi. Vrach o'g'illarim, hammasiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Mehnatlari bundan ham rohat bo'lsin. Martabalari bundan ulug' bo'lsin. El olqishida bo'lsin mana shu insonlar. Men shunday insonlarga mana kimki xohlasa marhamat qilsin. Shunday masalan yonimda ham bittasi yotibdi, kelganda o'zim juda hayajonlanib, o'shani ko'rib men ham yomon bo'lib ketdim. Mana u ham oxirgi lecheniyadan juda ham yaxshi bo'lib ketdi. Juda xursandman sizlarga aylanay. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Martabalaringiz bundan ham ulug' bo'lsin, mavqelaringiz baland bo'lsin. Kimki xohlasa marhamat, eshiklar hamisha ochiq. Muomalalari yaxshi. Sizni pulingizga qarab qolgan yoki keyinroq to'lasangiz ham bo'lar ekan. Men picha hayajonlandim. Boshqa joydan keldim, nima bo'lar ekan desam, yo'q. Hamma sharoit bor. Men shuning uchun sizlarga juda ham yaxshi minnatdorchilik bildirmoqchiman, o'g'lim. Aynalay hammalaring. Sog' bo'ling, onajon, sog' bo'ling. Mana bu medsestralardan tortib, hamshiralardan tortib, oddiygina faroshlarigacha shunaqangi yaxshi muomala qilishyapti. Qancha nima desangiz, o'sha vaqt shuni bajaryapti. Albatta bularga men o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Bundan ham mavqelar baland bo'lib, kimki xohlasa marhamat kelsin, hech ikkilanmay kelsin. Marhamat, bu eshiklar hammamiz uchun hamisha ochiq aylanadi. Sog' bo'ling onajon, sog' bo'ling. Asl Nur klinikamizdan maxsus.